Siz Minecraftda hardcore o'ynab ko'rganmisiz? Agar o'ynamagan bo'lsangiz, bu videoni ko'ring. Bu video aniq qiziq bo'ladi degan umiddaman. Men Minecraftda shunchaki hardcore yashamayman, 1 yil yashashga harakat qilaman. Bu meni birinchi videoyim. Bo'lmasa menga obuna bo'ling va 50 ta like yig'ing. Spawn yaxshi chiqdi, yonginamizda qishloq. Bo'lmasa bu qishloqdan bir ikkita daraxtlar chopib va tezgina kuchayib ketamiz. Menimcha unaqa avvalboz ham ko'rgan edim. Bo'lmasa agar bu video birinchi qism, agar ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz 50 ta like. Videoni boshida aytib qo'yibman. Bo'lmasa narsaga soling. Endi biz kirkalar yasaymiz va shu kirkalar sabtirab bir ikkita toshli asboblar yasay olamiz. Bo'lmasa ham yetdik. Xo'sh, biz u joydan 26 ta tosh qazidik va 12 ta mis ham topdik. Demak, biz endi narsalar yasay olamiz tezlikda. Ko'rganingizdek, biz endi tezlikda narsalar yasab, buzilgan portal ham topdik. Qo'ydini o'ldiryapsan desangiz, shunchaki qiziqish. Hazillashdim. Bularni bekorga o'ldirganim yo'q. Ovqat yig'moqchiman va endi to'siq yo'qol. Xo'sh, nima qilamiz? Bu uyga kiramiz va divanda o'g'irlaymiz. Mana shu joydan golem topdim va uni urib qochdim. Qochayotgan joyda va bizda ishkal bo'ldi. Golem kelyapti, qo'yil. Bo'ldi. Shunchaki nima bo'lganini so'ramang. Biz blok qo'yamiz deb kamerani qo'yibman. Va obunachilar menga obuna bo'ling va golemni o'ldiramiz. Mana golemni ham o'ldirdik. 5 ta temir chiqdi undan. Demak, bo'ldi. Tun bo'ldi. Tunda o'tkazib yuboramiz. Menga obuna bo'ling. Mana biz uxlab oldik ham. Uyqumiz yomon tez keladi bizga. Endi avambosga borib ko'ramizmi, do'stlar? Nima deysizlar? Bo'lmasa avambosga qarab ketdi. Yo'lda mana bunaqa shaxta ham topib oldik. Endi shaxtaning pastida lava bor ekan. Shaxtaning ustida lava. Endi bu yerdan tezroq shaxtaning ichiga tushishimiz kerak. Qani bo'lmasa ketdik. Qaranglar, obunachilar omadni qaranglar. Tushishimizga yo'q. Temir oldida ko'mir. Ko'mirni oldida olmas. Xullas, tezlikda qala olish kerak. Va xullas, avambosga ham yetkalay dedik. Avambosda qornimiz ochib qoldi va o'ldirdik. O'ldiramiz. Tirik ekan. Demak, molni o'ldiramiz. Zombimi? Ey! Nima qilyapti u zombi bu yerda? Bo'lmasa, avambosga borgan duximiz yetmadi va qaytib ketaverdik. Va avambosdan qaytishda yo'lda shunaqa kichkinagina g'orcha topib oldik va u yerdan narsalar yasayotgan paytda bu narsa nima edi deysanglar, creeper portlabdi. Yaxshi o'lib ketmadik, bo'lmasa hardcore dunyo shunchaki kulgili o'lim bo'lar edi. Qishloqqa qaytib ketganimiz yaxshi undan ko'ra. Xo'sh, to'xta. Mana shu yerga sizlarga zo'r life o'rgataman. Buni o'zingizning olamingizda ham ishlatishingiz mumkin. Hop. Demak, buni yasay olamiz. Pechkani yasagandan keyin borasiz va agar siz kechqurun shaxtaga tushib ketdingiz va sizda daraxtlar ko'p, lekin bitta dona ham ko'mir yo'qmi? Demak, siz vahimaga tushmang. Shunchaki mana bunday ish qiling. Hop. Demak, bir ikkita daraxtlar chopilamiz, qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, mana galinnaqa xullas ko'mirda eritamiz. Ko'mirda emas, taxtani eritamiz. Daraxtni keyin esa qilamiz. Bo'lmasa avambosga ketdik. Xullas, va avambosga
Yo'q aka. Uni o'zini o'qi bilan o'ldirishga harakat qilaman. O'z bo'lmasa, o'zi video yo'qayotgan bo'lsa men bola shunchaki o'ldi. Va endi biz bayroqlikni topishimiz kerak. Undan avval kech tushib qoldi. Sal uzoqroqqa boramiz. Baxtga masjidga uxlayveramiz. Siz faqat kechasi uxlasangiz mumkin deyapti. Xo'sh bo'lmasa unga da muzika eshitinglar. Eshitgan bo'lsanglar bo'lmasa reyderlar doliga ketdik. Qana. Ketdi. Boramiz. Borgandan keyin do'stlar ularni o'ldirib va vayronlikni olib damlama qilish kerak. Damlamadan keyin esa ana bayroqligisi damlamadan reyd chaqirsa bo'ladi, bilasiz. Uning uchun birozgina vaqt. Xo'sh, agar u meni kamanda o'qitadigan bo'lsa, meni qalqonim bor. Nima bo'lsa. Bexki bolakay bexki. Do'stlar, demak buni o'ldirish sizga oson. Sizni o'ldiraveramiz ana. Bitorasiz bo'ldi. Hop, qani ketdik. Bos qilamiz. O'qana yur bolakay. Yur. Hoppa. Agar u joyda urishadigan bo'lsam, ular meni bos qilib ketib qolsin. Shuning uchun men shu joydan qochmaydi. Urishaveradi. Aka, urishasan, u bo'ldi. Damlama tushdi. Damlama yaxshi. Demak, biz pechkamizga boramiz. Pechkamizda temir yetgan. Haligida gapim esimdan chiqib qoldi. Biz daraxtni algini pishirganingizdan so'ng undan ko'mirga o'xshagan narsa tushib chiqadi. Undan esa har xil narsalar yasasangiz bo'ladi. Xo'sh, demak, yasardik. Endi boltani qilamiz. Xo'p, do'stlar, endi nima qilamiz? Endi qishloqqa boramiz va suv olishimiz kerak. Va suvni bekitib, bizga suv kerak. Suvni olamiz. Bo'ldi. Endi esa ular reyd chaqirishimiz kerak. Reydda esa birpas kuchaygandan keyin, demak biz reydda ikkinchi qismda chaqirsa kerak. Bo'lmasa do'stlar, sizlarga zo'r narsa o'rgataman. Undan oldin menga obuna bo'ling va like bosing. Bunday qilsangiz bo'lmaydi. Demak, kiyimingizni bo'yamoqchisiz, lekin qanday bo'yashni bilmayapsizmi? Unda siz oddiy xohlagan kiyimingizni olasiz va xohlagan rangingizni olib, uni xohlagan gulingizni olib, uni rangga aylantirib turib, xo'sh, kiyimlarni olasiz va xo'sh bo'lmasa gulni sariq olamiz va suvga solamiz. Suvni rangi o'zgaradi va uni bo'yab olamiz. Botirsangiz suvni rangi bo'ladi. Agar sizga bu foydali bo'lgan bo'lsa, bu lifehack foydali bo'lgan bo'lsa, obuna va like. Biz 50 ta like yig'ishimiz kerak. Xo'sh, demak, bu yerda nimalar bor? Biz shakar qamish fermasini qurishimiz kerak. Demak, bo'lmasa ketdik. Va mana bu kitoblarni buzib olamiz. Bu kitoblar nega kerak demoqchi bo'lsangiz, bu kitoblarda biz sehrlash stoli yasamoqchiman. Xo'sh, demak, bu joydan kuchaytiriladigan narsalar yasab, biz kuchayamiz va biz hozirgina shakar qamishlarni ko'paytirgani ketyapman men. Undan avval bir ikkita ovqatlar yig'ib olishimiz kerak. Hop. Bu yerdagi fakellarni buzib olamiz. Chunki bular kerak bo'lib qoladi va kechqurunda qishloqda zombilar kam paydo bo'ladi. Olib biriktirib qilamiz. Demak, biz ovqat yig'ib olamiz.
Xo'sh, demak ovqatlarni yasab olgan, ovqatlarga ko'paytirib olgandan keyin esa shakar qamishlarni ko'paytirishimiz kerak. Nega desanglar, bu kelajakda ko'p asqotadi va bulardan biz elektr olganimizda salyutlar yasasak bo'ladi va kitoblar yasab ularni kuchaytirib sotishimiz mumkin. Xo'sh, demak ko'proq ekib olamiz. Bo'lmasa kech ham tushay deyapti. Zombilar kelmasdan uxlab olish kerak. Axir bu mening videolarimda ichidagi birinchi hardkortim, o'zi birinchi videoyim ham. Bo'lmasa bu shakar qamishlar zo'r chiqdi. O'zimga ham yoqyapti, sizga ham yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'ying. Nega buni qaymab qo'yganim sababini bilmoqchi bo'lsangiz, chunki u 15 ta temirga, 15 ta ko'mirga u izumrud almash ekan. Demak, biz uni qamab qo'yamiz, zombilar ketmasligi uchun. Tezlikda lapatka desak, lapatkaga narsamiz yo'q ekan. Nima qilish kerak endi? Demak, bu videoda sizlar bilan shuncha narsalar qildik. Demak, bu videomiz ham nihoyasiga yetdi. Bo'lmasa xayr. Bu videomiz tugadi. Ikkinchi qismda sizlar bilan ko'p narsalar qilamiz. Shaxtaga tushamiz, fermalar quramiz. Demak, do'stlar, va biz narigi olamga o'tamiz va juda ham katta kuchayish qilamiz. Bu video qiziq bo'lgan bo'lsa like bosing, 50 ta likedan keyin ikkinchi qism chiqadi.